Assalomu alaykum bizning YouTube'dagi obunachilarimiz hamda obuna bo'lmasdan kuzatuvchilar diqqatiga. Hozir obuna bo'lib qo'ying, chunki foydali videolar kuzatib olishingiz mumkin. Navbatdagi obzorimizda juda ko'pchilik kutgan va gaz qo'ysa qanaqa bo'lar ekan, olishdan oldin hatto gazni o'raydiganlar diqqatiga. Videoda oxirigacha ko'rsangiz, gaz qanday qo'yilgan va qanday holatda yuradi, metanda qanday yuradi, propanda qanday yuradi sinab berardik. Lekin bu safargisi propandan sinab beramiz, chunki biz mashinaga propan qo'ydik. Dongfeng C31 modeli. Mashinamiz 100% gazda harakatlanadigan 1.5 atmosferli 116 ot kuchigacha maksimalnisi 1.2 turbina, 1.3 turbinalar bo'lsa 178 ot kuchidan 116 ot kuchiga ega bemalol bo'lishligi mumkin. Bu mashinamizga biz propan qo'yib berganmiz. Videoda oxirigacha ko'rsangiz hozir yurib sinab beramiz. Ko'rib turganlaridek mashinaga ham chiqib oldik. Eng qizig'i mashinani konditsioneri bor, konditsionerida ketyapmiz. Mashina mexanika korobka 5 pog'onalik. Mashina propan gazda qanday harakatlanishini siz bilan birga guvohi bo'lamiz. Biz bo'lsa mana do'kondan chiqib yurishga harakat qilyapmiz. Biz boshladik. Mana buni olib turaman. Mashina durust hozir gazda ketyapti. Spilometrni sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Aytganimdek mexanika korobka 5 pog'onadan iborat. Tortish qalay oshna? Ha? Yaxshi tortyapti? Yuki bilan xotirjam ketadi. Benzindan yaxshi tortyapti, meni nazarimda. Bilasizlar, benzindan yaxshi tortishligining sababi, benzinning aktani 80 bo'lsa, eng qizig'i ma'lumot o'rnida aytib o'tgandek, bular 80 ga moslashgan bo'lmaydigan. Eng kami 92 yoki toza 95 benzin qo'yishligi kerak ekan. Shuning uchun ham mashinani o'ziga xos ravishda propan qo'ydiradigan bo'lsangiz, 100% gazda harakatlanishi ham bir yoqadigan bo'lsa, hamda propanda benzinga qaraganda yaxshiroq yurishligi yana bir yoqimli bo'ladi. Eng qizig'i bunga zapaskasining o'rniga 48 talik yoki 54 talik qo'yishingiz mumkin, lekin biz bunga 77 talik ballonni sig'dirib qo'yib berganmiz. Uni videoda oxirigacha ko'rishingiz albatta ko'rsatamiz. Biz bo'lsa hali yo'lda davom etamiz. Endi diqqat bilan qarab turasiz, mashinani 0 dan siljishligi va nechagacha chiqa olamiz, yo'limiz tugagungacha boshlaymiz. Kichkinagina ekranchasi bor ekan. Shunda ham bemalol spilometringizni ko'rib ketsangiz bo'lar ekan. Ko'rib turganlaringiz mashina tezlashida hech qanday muammo yo'q. Bemalol harakatlanib, razgom olib siljayapti. Imkon qadar mashina yo'qligida minyapmiz, ya'ni harakatlanyapmiz. Isbot o'laroq mana ichida hech qanday mashina yo'q. Shuning uchun ham isboti o'laroq sizlarga minib ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Mashinamiz 108 spilometrimizdan chiqdi. Videoda kuzatib olishga shoshilmang, chunki endi nima qo'yganimizni, qanday holatda qo'yganlarimizni ko'rsatib o'taman. Mashinada yurib keldik, xudo xolasa hech qanday muammo bo'lgani yo'q. Mashinamizga italyanskiy reduktor qo'yib berdik, Nordic italyanskiy reduktor va qo'shimcha klapan qo'yib berganmiz. Ko'rib turganlaringdek, turetskiy bu ham. Bu bo'lsa italyanskiy. Eng qizig'i suvni pechkasidan olganmiz, yaxshiroq aylanishligi uchun va kilometr yaxshiroq berishligi uchun. Oldi qismi. Injektorlarga keladigan bo'lsak, italyanskiy 2 ohmli injektor. Yevropa gazining Basigo 24 va original zajim va xamutlarini ham alohida ahamiyatga ega va shlankalarni ham Fagomit original shlankalardan qo'yib berganmiz. Aytganimdek, mashinamiz 100% gazda harakatlanadi. 5 pog'onalik 1.5 atmosferli motor, 116 ot kuchiga ega. Minimal gazi toza 95 yoki toza 92 ga mo'ljallangan. Endi bo'lsa, bemalol 100% gazda harakatlanib propandan ketsa ham bo'ladi. Zapaskasining o'rniga aytganimdek akalar, mana ballonning o'zi 48 yoki 54 qo'ysangiz bo'ladi, lekin biz bunga yangilik qilib 72 talik ballonni qo'yib berganmiz. Turishini ko'ryapsizlar, akkuratlik qilib termo trubkalarini zapravishniga qo'yib berganmiz. Zapravishnisini bo'lsa, akkuratlik holatida mana bu joyiga qo'yib berdik. Sizlarga ham shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Gazprom servisiga murojaat qiling va ko'ngildan ziyoda qilishlikka harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting.